Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Zoltoy korona va mobillikdan qarzlar bor. Juda ko'pchilik to'lashga imkoniyati yo'q, sharoiti yo'q, vaziyati chatoq. Shu holatda bular bekor qoldirishda, kamaytirish iloji bormi deb savollashga so'rayapti. Qisqa qilib tushuntirib o'taman. 3 yo'li bor. Birinchisi, o'sha agar penya jarimasi limitdan ortiq hisoblangan bo'lsa, dogovorni olib, o'zaro sverka qilib, agar noqonuniy hisoblangan aniqlangan bo'lsa, sudga ehtiyoj bildirib o'zgartirishingiz mumkin, ya'ni kamaytirishingiz mumkin. Ikkinchisi, kelishuv. Zoltoy korona yoki mobillikda rasmiylar bilan bog'lanib, o'zaro переговор qilib, asosiy qarzni yoki penyani kamaytirishda, yangi grafik joriy qilishda yoki o'zgartirishda, keyinroq srok berilishda o'zaro kelishilsa, shartnoma o'zgartirish kiritiladi, sizga yangi grafik taqdim qilinadi. Keyingisi MFC orqali bankrotlik. Misol 25 ming rubldan 1 million rublgacha qarzingiz bor, to'lay olmayapsiz. Sudga bo'lgan, ijroga o'tib ketgan, shu FSCSPda undirilmayapti, mol-mulkingiz daromadingiz yo'q bo'lsa, shu ariza berish 3 kunda registratsiya qilinib, 6 oy davom etadi jarayon. Bepul bo'ladi. Agar 6 oydan keyin ham haqiqatan sizda nomingiz ishlab bo'lmagan bo'lsa, federal reyestrga kiritilasiz, demak qarzlaringiz bekor qilinadi, o'sha bankrot deb topilasiz. Tartib shunaqa bo'ladi. Agar savollar bo'lgan bo'lsa, izoh qismida yozishingiz mumkin yoki izoh qismidagi guruh linkini qoldirib, o'sha kutib savol berish mumkin. Barchaga rahmat. E'tiborlaringiz uchun salomat bo'linglar, podpiska bosishni unutmanglar.